Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana elektromonteur kitobi tayyor bo'ldi. Bu bizning ikkinchi kitobimiz. Ikkinchi kitobda uy-joy hamda korxonalarda elektromontaj ishlarini amalga oshirish jarayonlari haqida bayon etilgan. Uy-joyga keladigan bo'lsak, sxemasi asosida birinchi navbatda chertyoj chizib olinib, o'sha xonadonga qanaqa elektromontaj ishlari amalga oshirish haqida chizib chiqiladi. Ya'ni o'tga qanaqa element ketadi, rozetka qayerga o'rnatiladi, lampochka qayerga o'rnatiladi va shu chertyoj asosida keyin montaj ishlari amalga oshiriladi. Hamda rozetka o'rnatish jarayonida simlarning kesimi, qaysi rozetkaga o'ta yuqori yuklamada ishlaydigan maishiy texnika jihozlari o'rnatiladi. Shular haqida bayon etilgan. Bundan tashqari fotorelay, harakat relaylari, o'tish kalitlari yordamida kalidor va zinapoyalarga elektromontaj ishlarini olib borish, 3 fazli elektr dvigatelga magnit ishga tushirgich yordamida montaj qilish, 3 fazli elektr dvigatelni 1 fazliga ugirish yo'llari hamda yerga ulash zazemleniya haqida konkret ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari hisoblagich va hisoblagichdan keyingi o'rnatiladigan Wi-Fi orqali boshqariladigan avtomat yoki avtomat o'chirgichlar, impulsli relaylar, kuchlanish relaylari haqida bayon etib o'tilgan. Marhamat, murojaat qilishingiz uchun ushbu telefon nomerini sizlarga taqdim etamiz.